Gvardiola Abduqodir Husanovni Manchester City'ning so'nggi yillardagi eng yaxshi futbolchisi bo'lishi mumkinligini aytdi. U markazda o'ynay oladi, himoyaning chap qanotidan boshqa istalgan pozitsiyalarda ham o'ynay oladi deb aytgan bo'lardim. Ha, u hujumda ko'p vaziyat yarata olmasligi mumkin, ammo uning o'yini o'ta ishonchli va barqaror. Uning jismoniy imkoniyatlari, ortga qaytish tezligi xuddi Kyle Walkerning prime davrlarini yodimga soladi. U g'oyat e'tiborli, juda yosh, o'rganishga intiladi. Biz duch kelgan kuchli, jiddiy raqiblarga qarshi u haqiqatdan ham a'lo o'yin ko'rsatdi. U juda yosh bo'lishiga qaramay, avvaliga O'zbekistondan Fransiyaga kelib moslashdi. Keyin bu yerga kelgach, biz uchun qiyin bo'lgan mavsumda tezda jamoaga kirishib ketdi. Agar yangi joyga kelganingda hammasi joyida bo'lsa, moslashish oson kechadi. Ammo bizda unday emasdi. Bizda bor harakatlar va uslublarni u aql bovar qilmaydigan darajada tez o'rganmoqda. O'ylaymanki, u klub so'nggi bir necha yillar davomida sotib olgan eng yaxshi futbolchi ekanini tez orada tushunib yetasiz. Bu yigit hali uzoq vaqt Manchester City'da qoladi.